Savol. Assalomu alaykum. Hozir atrofimizda chilim chekadiganlar bak ko'p bo'lib ketdi. Nemishqa bu narsani chekisizlar deb so'rasak, bu degan badanga foydali, balg'am bo'shtidi degandek sabablarni ko'rsatdi. Mushu narsaning shar'atdagi hukmini deb bergan bo'lsalar. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Chilim chekishning hukmi tamaki chekishga o'xshashla harom. Shundaqla uni yasash, terish, setish, e'lon qilib berish, uningda tijorat qilish va choyxonalarda uni aklib berishmi harom. Chilim chekkanda ishlatiladigan tutunda nikotin qatorliq zaharlik moddalar bor. Uningga yana tam va puroq qatadigan ximiyaviy moddalar qo'shiladi. Bu moddalarmi badanga intayin ziyonli. Bu zaharlarning suvning orasidan o'tishi uning zinini texmi oshirib etadi. Haq Taala aytadi: "O'zinglarni o'ltirmanglar. Alloh haqiqatan sizlarga nihoyat mehribondir." Allah'ның yo'lida pul-mal sarf qilinglar. O'z qo'llaringlar bilan o'zinglarni halokatga tashlamanglar. Uning ustiga chilimni xumar qilib qo'ydi. Natijada har oyda nurg'un iqtisod kuyib bekor bo'lib ketadi. Bu isrof qilganlik jihatdan harom bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 186 nomorliq fatvo.